masalan ular birinchi ochratda beradigan savoli ham shu. Siz o'zingiz nimadan foydalanasiz? Siz Faberlik mahsulotidan foydalanasizmi? Meni kosmetichkam ko'rsatdi, ichida hamma narsasi Faberlikmi deyishadi. Shunday deyishadi. Hamma narsasi Faberlikmi deyishadi. Uni keyin men yo'q deb hayron qolishadi. Chunki men aytaman-da, mana ochib ko'rsatib o'rgangandan keyin ularda ham ishonch paydo bo'ladi. Ha, meni o'zingiz ishlatib ko'rgansiz deydi-da. Ha, o'sha isboti bilan bo'lish kerak-da. Masalan, men tonalka Faberlik da. Men shu tonalkani ko'rsatib o'zim bilan olib yurib, bir 10 tacha tonalka sotdim. Agar ko'p sotmagan bo'lsam, 10 tacha. Ana shundan sotdim. Shunday ko'rsataman, shunday zakaz olaman, shunday ko'rsataman, shunday zakaz olaman. Da? Undan keyin mana pomada, gialuronli pomada menga juda ham yoqayapti. Men o'zi uncha yaltilab turgan pomadani ishlatmayman-da, faqat matoviy, yarki pomadalarni yaxshi, korishniy bo'lsa ham shunday to'liq rangdagi pomadalarni yaxshi ko'raman, lekin buni yoqtirib qoldim. Bu oqmaydi. Nima bo'lsa ham, nima deydi? Yumshoqqina yaltirab tursa ham, bleskka o'xshab tursa ham, lekin oqib ketmaydi. Bir xil turadi. Shunisi bilan yoqadi menga-da. Hozir shu uchun biz o'zimiz yaxshi ko'rib kelgan mahsulotlarimiz bilan bo'lishmoqchimiz. Mana demak 5-katalogda hammalaringiz mana bu kurkuma seriyasini ochishlaringizni tavsiya qilaman. Nima uchun? Kurkuma seriyasi, mana kurkuma seriyasi nimasi bilan hozir juda ham aktualniy, juda ham nima deydi, effekti zo'r va hozirgi paytga aynan sezonniy mahsulot desam ham bo'ladi-da. O'zi kremlarimiz hammasi zo'r bizanida, lekin aynan kurkuma siz 3 ta 4 ta quyonni bitta o'q bilan ura olasiz. Nima uchun? Chunki kurkuma seriyasi birinchi ochratda bu 35+ bizani regionda, O'zbekistondagi regionda siz 30 yoshdan ishlatishingiz mumkin. Ikkinchidan, buni quyoshdan saqlaydigan SPF 15 quyoshdan saqlaydigan, demak 150 minut, 5 soat bo'ladimi? 150 minut. Qancha bo'ladi? 3 soat bo'ladimi? 150 minut. Ha, 3 soatmi? Shunday. 3 soat quyoshdan saqlab turadi sizda. Endi biz quyoshda ham deb o'tirmaymiz-ku. Bizda quyoshdan saqlaydigan krem bo'ladi. Mana shu kurkuma, undan keyin tonalka, undan keyin pudra, hammasida quyoshdan saqlaydigan faktor bor, hammasi bir-biriga qo'shiladi. Da? Bu kremimiz nimasi bilan zo'r? Men o'qib chiqdimda hozir. Bu kremimiz birinchi tushadigan ajinlarni yo'q qilishni boshlaydi. Birdaniga qarilik alomatlarini yo'q qilishni boshlaydi. Steroid deydi, o'chirib tashlaydi. Yuzingizdan qarilik alomatlarini o'chirib tashlaydi. Bu bir. Конечно, buni vaqtida ishlatish kerak. 30 yoki 35 yoshda. Конечно, 50 yoshda o'chirishi qiyinroq bo'ladi. Agar siz hali 30 yoki 35 yoshda bo'lsangiz, aynan mana shu krem siz uchun. Plus bizlarda quyosh yaqin bo'lgani uchun aynan kurkuma seriyasi dog' ketkazadigan, dog'larni tushirishini oldini oladigan funksiyalarga ega. Tushunasizmi? Ham dog' ketkazadi, ham dog'ni tushirishini oldini olishdi. O'shunaqa funksiyaga ega. Bu seriyada bizlarda nima bor? Dnevnoy krem, nochnoy krem, ko'zda atrofidagi krem, sivırtka. Bilingki, что hamma narsasi, butun hamma narsasi aynan dog' ketkizish funksiyasiga ega. Ko'zingizda atrofi ham qoramtirroq bo'lsa, uni ham dog'ini ketkazadi, ko'zingizga yaqin dog'lar bo'lsa-da, kechasi ham dog' ketkazadi, kunduzi ham dog' ketkazadi, и plus еще sivırtka, zardobi ham dog' ketkazishni, demak, o'sha yerda o'shanaqa funksiyaga ega. Da, получается, siz butun seriya sizni yuzingizda oqartiradi, nuqsonlarini yo'q qiladi da, и plus еще qarishini oldini oladi. Quyoshdan saqlaydi. Namlantiradi, kechqurundagi krem oziqlantiradi. Tushunyapsizlarmi? Mana shunaqa funksiyaga ega. Mana shu kremni hammaga tavsiya qilaman. Men o'zim ishlatib, o'zim hayron qolyapman. Yuzim tiniqlashdi. No, может быть, men hali hozir badlarim ichyapman. Selen tarkibida sink bor, vitamin C si hozir bir minut. Vitamin C si bor, bad ichyapman. O'sha bilan buni birga ishlatganimgami, bilmayman, yuzimda ranglari boshqacha bo'ldi-da. Menga juda ham yoqayapti. Mana shu kurkuma seriyasi. Bizning regionda bemalol 30 yoshdan, 29 yoshdan ham ishlataverishingiz mumkin bo'ladi. Butun seriyasini yozda olishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli-a? Tak.
kurkuma seriyasi 57-betda. Xohlasangiz kodlari bilan aytaman. Bu seriyada yana bizlarda tkaniviy maskamiz bor, niqobimiz bor. U ham demak nima qiladi? Dog'larimizni va eski to'qimalarni, niqoblar ichkaridagi toksinalarni, musorlarni chiqaradi. Mana shunaqa seriya. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu niqobi. Mana yerga ham ko'rsataman. Mana shu seriya haqida gap ketdi hozir. Hammaga tavsiya qilaman. Hozir bitta zakaz